Do'stlar, bugun biz temir darvozalarni, ya'ni optim birinchi qo'l ishlab chiqarish joyiga yetib keldik. Toshkentga yetib kelganmiz. Akalarimiz ishlari, narxlari nihoyatda arzon, ya'ni Namanganlik usta akalarimiz Toshkentdan filial qilib ochishgan. Eng qizig'i, eng arzon kvadrat metrining narxi 550 ming so'mdan boshlab u yog'iga ketaverar ekan. Eng qizig'i, O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustonovka servis o'lchash xizmatlari bor ekan. Albatta kelishilgan holatda ekan. To'liq ma'lumotni endi usta akamiz Oybek akadan olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oybek aka, charchaning, ishlar yaxshimi? Xudoga shukr, zo'r rahmat. Tuzimsiz aka? Aka, mana siz eskidan reklama qilamiz. Joylari o'zgardi. Undan oldinlari ham reklama qilardi, o'tganlar ham reklama qiluvdi. Shunday aka. Hozir biz qayerda turibmiz, aniqlab aytsangiz? Toshkent Hasanbo'y ketishda halqa yo'lidamiz. Aha, halqa yo'lida. Bu yoq tomon Nazarbekka yurish. Bu yoq tomon Nazarbekka yurish bo'ladi. To'g'risi hozir issiqda to'g'risi miya ham achib qolyapti. Shunaqa. Xo'p, aka, birinchi bo'lib qaysidan boshlaymiz, aka? Bujetniy variantlardan tanishtiramiz. Bujetniy, hamma Shtampovka pechat darvozalarimiz 550 ming so'mdan boshlanadi kvadrat metri. Ha, shunaqa. Bu narx ichida dastlabki ustanovka Toshkent vodiyga, qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda chiqarib beriladi. Xo'p, bunimiz qanaqa fason deyiladi, aka? Bu reflonka fason. Reflonka fasoni. Nechiga necha razmer? Bu 3x3 razmerda. Xo'p, tushib bo'lsa arzonroq qilib berasizmi? Kelishtirib beramiz. Hozir necha pul o'zi shu turishi? Bu turishi 8 million so'm. 8 million so'm tushib bo'lsa arzonroq qilib beriladi. Yengillashtirib, kelishtirib qilib beramiz. Keyingisi aka? Bu shtampovka pechat varianti. Bu darvozamiz 5 million 200 ming so'm. Razmer tushib qolsa kelishtirib beramiz. Kelishtirib beradi. Bu narx ichida Toshkent vodiy dastlabki ustanovka bor. Qolgan viloyatlarga dastlabki ustanovka kelishib chiqazib beriladi. Tagi yoni profilmi yo? Ikkala yondori 8 ga 6, tepasi 8 ga 4. Ichki qovurga profillari 6 ga 4 profillar. 6 ga 4. Buni shu turishi necha pul bo'lyapti? 5 million 200 ming so'm. Tushib bo'lsa arzonroq qilib beriladi. Bo'lsa kelishtirib beriladi. Xo'p, keyingisi? Bu darvozamiz ham xuddi shu razmerda, 3x3 razmerda. Buni ham narxi 5 million 200 ming so'm. Bu ham tushib qolsa razmeri. Xo'p, kvadrati necha puldan bo'ladi? Kvadrat metri 550 ming so'm. 550 ming so'm. Razmeri? Razmeri 3x3 razmeriga joyga tushiryapti. Xo'p, keyingi fasonimiz ajoyib fason ekani. Bu shtampovka pechat nerjevinga qo'yilgan. Bu darvozamiz 3x3 razmerida. Bu ham buni narxi 7 million 800 ming so'm. Razmeri tushib qoladigan bo'lsa, narxini kelishtirib beramiz. Kvadrati necha puldan bo'lyapti? Kvadrat metri 720 ming atrofida to'g'ri keladi. 720 ming. Kraskalarga o'sha 5 yil garantiya beriladi. Kraskalarga garantiya beriladi. Xo'p, keyingimiz aka? Bu darvozamiz ham shtampovka pechat. Eni 3 metr, balandligi 340 tayyorlangan. 1,5 kvadrat darvoza. 5 million 800 ming so'm pul chiqadi bu. Xo'p, kvadrati necha puldan bo'ladi? Kvadrat metri 550 ming so'm. 550 ming so'mdan bo'lyapti. Keyingisi anu high-tech fasonda. High-tech fason arzonroq varianti. Ha, kelishtirilgan varianti. Bu darvozamiz eni 320, balandligi 340 razmerda tayyorlangan. Narxiga keladigan bo'lsak, bu darvozamiz 7 million 200 ming so'm. 7 million 200 ming. Kvadrati necha puldan to'g'ri? Kvadrat metri o'sha 710 ming, 680 ming atrofida to'g'ri keladi. Tushib bo'lsa arzonroq qilib Tushib bo'lsa arzonroq. Bunimiz fasoni? Bu darvozamiz soqqali darvoza deydi. Buni o'zi trendda yurgan darvoza. Bular shvellerli, adashmasam. Ha, ikkala yondori, tegi qismi 10 ga 5 shveller, tevasi 10 ga 5 profil. Lislari 1.8 listda tayyorlangan. 2 qavatlik, kvadrat metri 1 million 300 ming so'm. 1 million 300 ming. Dastlabki ustanovka bor. Xo'p, keyingilari bu taraf fason darvozamiz. Bu darvozamiz kvadrat metri 1 million 200 ming so'mdan boshlanadi. U yog'i materialni qalin yupqaligiga qarab, 2 qavatli, 3 qavatliga qarab narx-navo kelib chiqib boraveradi. Kelib chiqib boraveradi. Bu o'sha Samarqand fason darvozamiz. 5 shumka variantda tayyorlangan. 5 shumka variant 1 million 200 ming so'mdan chiqadi. Yondorlari hamma yo'q bilan. Ha, yondorlari 10 ga 5, tagi 10 ga 5 shveller, ichki qovurga profillari 6 ga 4, kraskalari metallistka, hammer kraska, ruchkalari zubr zaman qo'yib beriladi. Dastlabki ustanovka. Summa razmeri necha necha? Bu razmeri eni 290, balandligi 320. Nalichkalari bilan xo'sh, eni 360, balandligi 380 tayyorlangan. Xo'p, summasini necha pul qilib beramiz shu turish? Summasini buni kvadrat metri o'sha 1 million 200 ming so'mdan yo chiqarib olinadi. Chiqarib olinadi. Tushib qolsa arzonroq qilib beradi. Tushib qolsa kelishtirib beriladi. Bu klassika variant darvozamiz. Bu darvozamiz 5 shumka variant 1 million 400 ming so'mdan boshlanadi kvadrat metri. Eniga 345, balandligiga 340 tayyorlangan. Ikkala yoniga 30 dan, tevaga 60 nalichga chiqqan. Bu darvozamiz shu razmeri to'g'ri kelib qolsa, buni ham kelishtirib chiqarib berilaveradi. Zo'r qilib beradi. Bular polni shveller. Yaxshi 2 qavatli bo'ladi bularimiz. Ha, 2 qavatli. Bir qavat 1.8, ikkinchi qavatiga 1.1 ishlaydi. Keyingi fason. Bu darvozamiz afsona fason darvoza deydi. Bu darvozamizning kvadrat metri 1 million 500 ming so'mdan boshlanadi.
5 shumka variant. 5 shumka variantda 2 qavat 1.8, 3-chi qavatiga 1.1 lift ishlaydi. Orqa obshipkasi bo'lmaydi. Kvadrat eni 320, balandligi 3 metr tayyorlangan. Ikkala yoniga 30 dan, tevaga 60 nalichga qo'shilgan. Darvozamiz kvadrat metri shu 1,5 milliondan dastlabki uстановка qilib beriladi. Endi u yog'i shumkaligiga, qalin materialning qalin yupqaligiga qarab narx-navo kelib chiqadi. Ha, ya'ni xuddi shuni arzoni ham, qimmati ham bo'ladi. Xuddi shunaqa chiqib Shunaqa bo'laveradi, xudo xolasa. Xo'p. Aka, vohalarga qanaqa bo'ladi? Vohalarga endi dastlabki uстановкasiga pul qo'shiladi. Pul qo'shilib olishi mumkin, xudo xolasa. Boshqa zakaz bersa necha kunda tayyor bo'ladi? Lisli darvozalarimizga o'rtacha 1 oy srok olamiz. Shtampovka, pechat darvozalarga 15-20 kunga srok. 15-20 kunda o'sha borib vodiy Toshkent ichida dastlabki uстановка o'lchash, dizaynerlik xizmati bepul. Hamma yo'g'i shu summani ichida bo'ladi. Summani ichida bo'ladi. Xo'p, aka, keyin bizda asosan ayollar ko'rishyapti, ya'ni darvozani. Misol uchun serial qanaqadir kino yoki boshqa qo'shinlarnikida ko'rgan bo'lsa, rasmini tashlab bersa, xuddi o'shanaqa qilib yasab beraverasiz. Dizayn tashlab bersa, birga bir qilib chiqarib berilaveradi. Chiqarib beriladi. Muammosi yo'q. Xudo xolasa. Do'stlar, hamma yoqda aytdik, manzillargacha aytdik. Undan tashqari Namanganda ham joylari bor ekanmiz. Asosiy ishxona Vodiy Namangan. Vodiy Namanganda. Bu yoqda misol assortiment ko'rishga reklama joy. Qilib berilgan, xudo xolasa. Oybek ham nomerlarni pastda qoldirdik. Foydasizni oldimsa, bonusdan qilib berishasiz. Xudo xolasa. Chegirmalarni qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oybek aka, e'tibor uchun rahmat. Sog' bo'ling aka.